5-chi qism. Hammaylan bu mo'jizaga hayron bo'lib tursak, g'ayratning. Qaranglar, tumanni bir narsalar boshqa yoqlarga survatamdi nima? degan so'zi anglandi. Tumanga sinchilab qarasam, shakli odamga o'xshash, lekin havoda laylab turgan. Gavdasi intayin sus. Diqqat qilib qaramasa, tuman bilan farq qilg'ili bo'lmaydigan nurg'un kishilar tumanni suzib bizga yo'l ochib berib atadi. Ular Malika degan fuqarolarning ruhlari shu o'xshamamdi? dedi Mahira. Menmo balkim degan ma'noda beshimni langshitib qo'yib, yo'limni davom qildim. Mushundaq andisha, vahim ichida 1 soatga yaqin yo'l yurdik. Bir chaqda bir uchuqchilik chiqib qarasak, tuman biz kelgan kichikgina doir ichida harakat qilib o'tadi. Endilikda bizmi bu nejis tumandan qutulgan edik. Yo'limizni yana davomlashtirdik. Yo'lda har holda jin olvosdi, ruh arvoh degandek yomon niyatli bir nimalar uchirmadi. Mana qo'rsoqlarimiz ko'krab, shu vaqtda bo'lganlikdan derak berdi. Birdam oromimizni og'och, qo'rtoqlarimizni bir qo'r to'qlib olayli, dedi g'ayrat. Tomoq yesanglar, o'zinglar yenglar. Hozir kelimdi, bir narsa bitmaydi. Dedim Olmira ko'z oldimga kelib edi. Bichora Olmira, nimishqim seni bir gap kelgandiman. Buncha yo'li jafo tortishimni bilgan bo'lsam, aykishi bo'lsangmi, hargiz etganmaydi. U olvoslarning qo'lida nima bo'lib ketgansa, Qaysar ilinga ammoni bo'lsin yeviling. Hozir sizning o'zingizni tushkunlashtirgan vaqtingiz emas. Olmira mening yaqin do'stim. Men uni ansirayotiman. Siz bunday qilsangiz men azoblanib ketganman. Mahiraning ko'ziga yosh ilib degan bu so'zi meni ta'sirlantirdi. Demasam, Mahiraga osonmi? O'ma qiz bola. Uning ustiga yaqin do'sti olvoslar tarafidan tutib ketilsa, u qandaqmi chidaydi? Lekin u chidab, ana biz bilan birga azobini yengib meniyotmamdi. Lekin men hozir nima ish qilyapman? Boya qilganimdan ozroq nomus qildim. Bir qiz bolachilik bo'lanmasam, meni qandaqmi erkak deyilib bo'lsin. Asta o'rnimdan turib, dasturxondan tashib keldim. Ham bir parcha nonni ilib, yeyishga boshladim. Bu tushlik tomoq shunchalik ko'ngilsizlik ichida oyoqlashdi. Yana yo'limizni davom qilishga boshladik. Taxminan 2 soatdek mangduqmikan oldimizda bir mahalla uchirdi. Mahalla intayin surlik bo'lib, odamga bir xil mudish tuyg'u beradi. Lekin biz mushu mahalladan o'tmay, tumar bar uyni topolmaydiganda qildik. Qandoq qilamiz? Kiramdoq, dedi g'ayrat. Amal yo'q, kirayli. Shundaq deb hammaning oldida maqtan. Mahallaga kirdik. Qiziq yeri mahallada biror odam turmoq, kirib jonliqma ko'rinmaydi. Nima degan qo'rqinch mahalla bu? Qaranglar. Qayerga qarasa, ko'ni kesak uy, nech odamning qo'liga yetmaydigan daraxtlar. Mahira degandek mahallaning 10 metr yerida birdan turadi. Yo'limizni davomlashtirdik. Menga atrof bog'ancha qorong'ulashib ketayotgandek tuyulib o'tadi. Atrof qorong'ulashib ketib boramdi nima? Sözümni anlagan Kerem, "Ras, men shunday tuyuldim," dedi. Birdilla bu mahalla jonlanib ketdi. Otlarning kishilagan ovozlari, qaysi uylardandir kishilarning yo'talgan, kekirda qoqqan ovozlari anglanib, mahallada birdan ikkidan odamlar paydo bo'lishga boshladi. Tuyuqsiz esimga kichik vaqtimda buvam mo'g'indan jin olvosdilar, pichoqdan qo'rqidi degan so'z yodimga yetdi-da, hamrohlarimga qarab dedim. Sizlar pichoq ilib olganmi? Hammaylan bir-biriga qarshi qo'ygandan keyin tangli so'rdi. Yo'q, pichoqni nima qilasan? Momamning deb berishicha, jin olvosdilar pichoqdan qo'rqamish. Shuni deyman. Ilib olmabdimiz, dedi Mahira. Men ilib olgan, keyinchi yo'lda lozim bo'lib qoladi, dedi g'ayrat sumkasini aqtirgancha. Menmo öydeki chaqda lozim bo'ladi deb ilib olgan kichik pichoqimdan ilib oldim. G'ayratmo asta qo'liga pichoqni oldi. Oldimizda 30 metr nerisida o'ynayotgan bir bola bizga va qo'limizdagi pichoqni qarvatgandan keyin to'g'lashga boshladi. Mahallamizga odam kelibdi, tinchlikmi?
bu balaning ovozi bilan nurg'un kishilar bizning oldimizda paydo bo'ldi. Ular qo'limizga qarab etib, bizga g'azabli tikilishga boshladi. Tuyuqsiz ularning orasidan birisi bizga qarab, "Sizlar insonmi?" deb so'radi. Shundoq biz hammamiz odam. Dedi Mahira. Bu yerlarni qarshamaydi. Sizlar endi o'lisizlar. Bu nima degani? Dedim u odamga. U kishi menga bir qo'l qarab etgandan keyin, bizning bu mahallamizda insonlarning qiyinishi bilan amovsiz insonlar orasidan qaytib kelgan ovozli ruh arvohlar intoyin ko'p. Ular sizlarni hargiz bo'sh qo'ymaydi. Dedi. Bu so'zni anglab, mening va hamrohlarimning yana bir mushkul xatarga duch kelganligimni his qildim. Sizlar bizning qarindoshlarimizni qanday qiynagan bo'lsanglar, ular bizlarni shunday qiynaydi. Qani, insonlarning sizlarga qilgan askiliklarni endi bulardan ilmli qarindoshlari. Uning tug'ilishi bilan tangla yiliq ko'ni uy va yo'g'on daraxtlardan har xil odamning ko'z qo'qqis kelgidek narsalar uchib chiqib, havoda layliginicha bizga hozirla etiladiganday qarab turibdi. Mana bu qo'limni bir inson daraxt kesganga kesyapti. Endi menmi sizlarning qo'linglarni kesib taqay. Sizlarning qo'li bo'lmasa qanday bo'lganligining dardini aytadilar. Tuyuqsiz oldimda sol qo'lini o'ng qo'lida ko'tarib olgan, yuzlari qon yo'qi, sochlari divonlarni kirib oqbaygan bir odam paydo bo'lib shunday dedi. Orqadala yana birisi uning oldiga o'tdi. Sizning bu qo'lingiz kesibdi, qarang, putini yotamda kesibdi. Yo'llanğanda qiynaldi. Men ularning putini kesib qiymaydigan bo'lsa. O so'zni deb bo'g'icha Yelini bir uyning mo'risidan chiqqanday qop-qora ko'rinadigan intoyin batbashir bir narsa oldimizga kelib so'zlashga boshladi. Sizlar insonlarni tashlashda uyinglarda o'tirib qo'yganligim uchun ular uy o't qo'yibdi. Shu sababli mushallar kelib qoldi. Sizlarni bu uylardan birasiga to'lab, o't orqali ko'ydirib o'ldirman. Bu so'z bilan tangla bayatın havoda laylab bizga qarab turganlar bizga qarab itildi. Men bilan g'ayrat pichoqlarni shiltib, ularni bizga yaqinlashtirmadik. Ularni rastli pichoqdan qo'qis kerak, biz bilan 4-5 metr oraliq saqlab, bizga etilishga tayyor turishdi. Tuyuqsizlar bir tarafdan nar topgan ovoz bilan tangla atrofni yana yiliq qo'rqinch tuman qoplashga boshladi. Tuman quyuqlashib, bir-birimizni farq qiluvsiz darajada bo'lib ketdi. Tuyuqsiz yenimizdan qiya chiyala anglatdi. U tarafga asta bir qarsam g'ayrat bir tutam oppoq joshni siqindab turibdi. Demak, u birer alvastıning chechini kesib olgan edi. Qo'limni tutib ol, ayrilganni bo'ri yer degan gap bor. Hozir ayrilsak, o'ylamagan ishlar yuz berishi mumkin. Mahira, Keremlarni tutib ol. Yenimda Mahira, Keremlar xuddi hech ish bo'lmagandek ikkimizga ifodatsiz qarab turibdi. G'ayratning so'zini anglab, darhol bu ikkisiga qarab dedi. Qo'linglarni menga beringlar. Tez bu yerdan ayrilaylik. Ular so'zimni anglagandan keyin asta beshini ko'tarib, bir-biriga qarshi bo'lgandan keyin bir-birisining qo'lini chim tutib, "Sizlar manglar, men Mahirani qotib kelinglardan moy." dedi. Bundaq jiddiy paytda boshqa ishni o'ylab o'ltirmay, pichoqni u ikkisiga sunib turib dedi. "Ola, maosini qo'g'daydi." U ikkisi pichoqni ko'rib, bir narsadan qo'rqqandek, bir necha qadam orqaga dojidida darhol chiroyini asliga keltirib dedi. "Bo'ldi, hech yo'q." "Bo'ptanisa." Shundaqda pichoqni siqimdab oldimizga qarab mangdiq. Nima uchun tang yiliqi jin olvatdilar g'ayrat bilan ikkimizga yetishibli kelmoqda. Lekin qo'limizda pichoq bo'g'ashqa bizga yaqin kelolmay, bizga agishib o'tadi. Qiziq yer shuki, Kerem bilan Mahira ikkilisida pichoq yo'q turib, birer alvastimi hujum qilay demaydi. G'ayrat bilan ikkimiz Mahira bilan Kerem qo'l tutishib mengib o'tadiq. Yarim soat mangmay bu qo'rqinchli mahalla bilan yiliqi nejis tumandan bexatar chiqib oldik.
Hozir ko'z oldimizda yana shu o'rmon bo'lib, dal-daraxtlar bag'anch quyuqlashib ketib boradi. 1-2 soat atrofida menib, yiliqi mahalladan xeyli yiroqlashdik. Bu vaqtda kunmi o'ltirib bo'lgan edi. Biz atrofdan dal-daraxtlarning shoxlarini elib kelib o't yoqdik. O't yiqilishi bilan tangla Mahira bilan Karam ikkilisi o'zini o'tning yo'riqidan elib qechib, g'alit qiliqlarni qilishga boshladi. Asta G'ayratga qaradi. G'ayrat bir narsani sezgandek ularga qarab atgandan keyin, "Men bo'ldinglar, g'alit harakatlarni qilib yurisizlar-ku?" deb so'radi. Ondan bo'sh ovozda menga, "O'tdan yiroq ketmay o'tirib turing" dedi va asta u ikkisining qishig'i mangdi. G'ayrat ularning oldiga berib, yenidan pichoqni chiqarishiga u ikkisi xuddi maymundek daraxtga chaplashib, 1 metr egizlikda G'ayratga g'azab bilan qarab turdi. Ularning chiroyi mana endilikda o'zgarishga boshladi. U ikkisining yuz terisi qo'rilib, yuzlari qo'riq bilan to'shib ketdi. Ikki ko'zlari bo'lsa, birsi qon quygandek qizdirishga boshladi. Tuyuqsiz Kerem siyoqidagi olvosdi bo'g'uq ovozda, "Sen chechimni kesib oldi. Qaytirib ber. Tez qaytirib ber." dedi-da, uningga etilishga tayyor turdi. Lekin G'ayratning qo'lidagi pichoqni ko'rib, qarab turishga majbur bo'ldi. U olvosdi xeyli uzoq G'ayratga qarab turayotgandan keyin daraxt ustiga asta chiqib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. G'ayratmo asta o'tning qishig'i keldi. Biz bir-birimizga qarashib o'tgandan keyin unsiz holda o'tga qarab o'ltirishga boshladik. Bir chaqda keynimizdan birsining oyoq ovozi og'lanishga boshladi. "Jim, ovoz chiqarma." G'ayrat barmoqini lebiga elib kelib, meni tinish degan ma'noda shundoq dedi. Menmo G'ayratning so'zini anglab, o'tga qarab jim o'ltirdim. Keynimdagi narsa xuddi meni so'raginicha elib ketadigandek tuyg'u bilan yuragim qo'rqinchda siqilmoqda edi. "Sizlarni qo'rqitib qo'ydimmi?" Bu ovoz bilan tangla oldimizda yayloqda bizni kutib olgan yiliqi buvay paydo bo'ldi. Uni ko'rganda ozroq qo'rqqan bo'lsam-mu, uning kunduzlari mendan ko'proq ehtiyot qilsalar, men Allohga asir bo'lgan, kechalari o'z asrimga qaytaman degan so'zi yodimga yetdi. Ozroq qo'rqinchim pasaydi. Demak, u kunduzlari Allohga asir bo'lsa, kechasi asliga qaytadi. Lekin uningga bak ishinib ketishga bo'lmaydi. U asta o'tning oldiga kelib o'ltirdi-da, bizga so'zlashga boshladi. "Menda qo'rqmanglar. Men Malikning sodiq navkari. Malik meni sizlarga yordam qilishga avatdi. Men sizlarga degan" dedi u menga qarab. "Men kunduzlari Allohga o'zgaraman. Kechsalar ixtiyorligimga qaytaman. Kunduzlari mendan betar ehtiyot qilsalar, shunga tashkirish bilanlar Malik meni sizlarning qo'shinglarga avatdi. Allohlar Malikni o'ziga taslim qilib, o'zlariga o'xshash Alloh qilgan bo'lsa-mu, tumarning Malikning badanidagi yo'shirib kuchi Malikning ruhini yanada o'zi boshqara oladigan holatda saqlab qoldi. Lekin Malikning mijozi o'zgarib, hamkorlashdi. Oldingi qitim sizlar bilan uchrashganda mijozi o'zgarib ketgan. Endi shuni saminlar deb qo'yadi. Malik emri sizlarga yordam qilolmaydi. Chunki Allohlar Malikni kontrol qilolmaganlikdan g'azablanib, uni tilsin o'ydan birsiga la'nat qildi. Menmo endi kelmayman. Bugun kelishimga maqsad sizlarga qanday qutulish haqida deb berish uchun. Tezligina qanday qutulamiz? Dedim oldirib. U so'zini davomlashtirdi. Tumar bar uyga beri, marmar uyg'otgandan keyin tumarga suvon kiradi. Uni uyg'otuvchi qaysi millat, qaysi irqdan bo'lsa, tumar shu millatning tili orqali so'zlaydi. Tumarni qanday uyg'otadi? Bilmayman. Balki o'zlarining qo'llari orqali uyg'otadigandir. Va yoki ko'z yoshlari orqali balki boshqa narsa orqali uyg'otadigandir.
Bunisi bana nama'lum. Malikimi tumarni uyg'otish usulini bilmaydi. Sizlar bir amal qilib tumarni uyg'otib, uningda sizlarni bu yerdan chiqarib qo'yishni o'tinsanglar, u chiqarib qo'ya oladi. Lekin sizlar Alloh sizlarning tumarni qo'g'dash uchun tuzgan vahshiy qo'chuni, tumar bar uyning oldidagi shifrli qo'zaqni, uy ichidagi tirik jasadni bo'zib o'talisanglar, ondan tumarni erishalaysilar. Tumarni uyg'otsanglar, sizlar nimani talab qilsanglar, shu narsa paydo bo'ladi. Tumarni eski odamlar ilib ketsa va yoki boshqa odamlar taqsa, ular bir narsa talab qilgandek chiqqan nur shu kishining badaniga kirib, bu kishi jinidan ayriladi. Shunga tumarni uyg'otgandan keyin yo'lida bir taraf qilg'aydi. Amsa men ketdi. Hey, to'xtab tur, so'zimni angla. U buvay yana paydo bo'ldi-da so'zlashga boshladi. Qanday topshiriqlari bor-kin? Biz hozir amrlarimizni tepishimiz kerak. Ularni qayerdan topamiz? Qanday qutqizamiz? deb aytgan. Buvay birdan turib aytgandan keyin, "Men izlab boqay." Dedi-da tutunga aylanib g'oyib bo'ldi. Taxminan yarım soat vaqtlardan keyin u paydo bo'lib, menga qo'l qo'shtirib dedi. Bir yigit bilan bir qiz kaynimlardagi mahallada Allohlar tutyapti. Ular hozir bir uyga solab qo'yibdi. Ularga chiqilib solmasa? deb so'radi G'ayrat. Yo'q, hozir chiqilmaydi. Lekin ularni hozir qanday qiladiganligini bilmayman. Sizlar o't bilan pichoqdan foydalanib, ularni qutqiza olasizlar. Mumkin bo'lsa, kunduzi beringlar. Ata quyosh chiqqanda ularning asabiyligi ozroq bo'lsin berildi. Lekin yana bir qiz tumar bar uyga keldi. Vaqtincha uni qutuldirolmaysizlar. Tumar bo'lmasa uni qutqizish mumkin emas. Mening vaqtim to'shib qoldi. Amsa men mamay. Xo'sh. U shundoq deb suslab yo'qolib ketdi. Qanday qilamiz? G'ayrat so'zimni anglagandan keyin menga birni qarab etib dedi. Bugun kashni mushiyat o'tkazib, atadiga mangayli. Uning so'zini ma'qul ko'rib, baldurli yetib qoldim. Bir chaqda G'ayratning noqishi bilan ko'zimni ochdim. Allaqachon tong etib bo'lgan edi. Mangamdoq. Ha, mangayli. Shundaq deb sumkamni esib, heliqi qo'rqinchli mahallaga G'ayrat bilan tang yo'l oldim. 6-qism. Tunugun mahalladan bek yiroqlab ketgachkimikin tushga yaqin mahallaga oran keldik. Mahallaga kirishimizga bir xil so'g'uq shamol bizni sipab o'tib ketdi. Havo shundoq ochiq, osmonda birer oq bulutning soyisimi ko'rinmaydi. Tez ulan topayli, osmon qorong'ulashib va yoki tuman besib ketsa, ulan qutqizish tugul, o'zimizning jinini qutqizmasligimiz mumkin. Tez izlayli. G'ayratning so'zini anglab, ma'qul degan ma'noda beshimni langshitdim. Ularni bir soatga yaqin izlab, hech yerdan topolmadik. To'la baqamdiq, dedim men G'ayratga. G'ayratmi ma'qul degan ma'noda beshini langshitdi. Kiram, Mohira, sizlar qayerda? Kiram, Mohira. Taxminan 1-2 minut bo'lgandan keyin yaqinla joyda Kiramning "Biz bu yerda Qaysar, biz bu yerda" degan ovoz anglandi. Ikkimiz ovoz chiqqan tarafga qarab mangdik. Ovoz oldimizdagi bir uydan chiqib o'tdi. "Sizlar nada?" "Biz bu yerda Qaysar, bu senmi?" "Ha, men." "Tez bizni qutqizib chiqinglar. Atrofni yana tuman besib ketsa, o'zinglarni qo'g'daymaysizlar." "Ma'qul. Mohira, sening qishingdimi?" "Ha, qishimda. Lekin u baq qo'rqib ketib, o'shdan ketdi." U uyning eshigini ittirdi, biroq midrabni qo'ymadi. "Bu eshik bek puftigan, qanday qilamiz?" "Keyningizda turing Qaysar, sal keyningizga qaraq." G'ayrat shundoq deydi-da, ichida bir nimalarni pichirlashga boshladi. Tuyuqsiz eshik bir ittirgandek ichilib ketdi. Uy ichiga kirdik.
Kerem Mahiraning beshida uni qarab turadi. Tez bu yerdan ayrilayli. Bu yerda uzoq turishga bo'lmaydi. G'ayratning so'zi bilan Mahira bilan Keremni yo'liginimcha uydan chiqdik. Uydan chiqib ko'rganimiz shu bo'ldiki, bir chaqirim yiroqlikda oppoq tuman bilan havoda laylab turgan nimalar biz tarafga yuporilib kelishga boshlagan edi. Tez qochayli, tez! G'ayratning vaqirishi bilan tangla hammaylan o'rmonliq tarafga qarab ketishga boshladik. Tuman keyni tarafimizdan yuporilib kelmoqda. Biz davomli qochmoqda edik. Tuman bilan bo'lgan oraliqimiz taxminan 30 qadam atrofida qolganda biz bu mahalladan chiqib ketdik. Mahalladan chiqib bo'lishimizga tumanmi o'rmonga kelganda to'xtab qoldi. Heliqi laylab turgan narsalarmi bizga g'azab qarab qo'yib, keyniga yenib ketib qoldi. Bu ishdan hayron bo'lib, asta ularga qaradi. G'ayrat yana ichida bir nimalarni pichirlayotgan bo'lib, tehiç to'xtay demaydi. Bizmi yugurib, holimiz qanmagan bo'g'ashqa demimizni elib joyimizda o'ltirdik. Bir chaqda G'ayratmi pichirlashdan to'xtadi. G'ayrat asta yenimizga kelishiga Kerem oldirib so'rdi. Hey G'ayrat, siz odammi yo? Men Keremning bu so'zini tushunmay so'rdim. Kerem, bu nima degina? U odam bo'lmay nima ekan? Odamning aqli suqqidek bir gap qilgina. Gapimni angla. Mahira bilan hech kim so'ngan uyni hargiz odam ocholmaydi. Biz u uy so'langanda albatta shunda degaydi. Men bu ishni chiqtirib baqdim, lekin 2 soat vaqt sarf qilibmi ishni mit qilira olmadim. Lekin G'ayrat ajibatdi. To'limi qiziq yeri biz qayerga borsak shu yerga agishib bora oladigan tuman nima uchun bugun o'rmondan o'tolmaydi? Nima uchun tuman alvastar ketguncha G'ayrat bo'sh ovozda biz tushunolmaydigan tilda gap qildi? Men bu ishlarni tushunolmadim. Biz hammamiz birlashib qutulolmagan tumandan G'ayratning odam tushunolmaydigan o gaplari to'sib qoldi. Bu zot nemish? G'ayrat, xalsang bu ishni bizga tushuntirib qo'ygin. G'ayrat birdan turib olgandan keyin kichik vaqtlarimda buvamdan alvaslar haqida anglagan edi. Shu vaqtlarda menda bir xil qo'rqish psixikasi paydo bo'ldi. Kichik bo'g'ashqa shundaqmikin, u jin alvaslardan qo'g'dilgan usul bormi desam, o'zimni tushunmaydigan bir nimalarni deb, "Bola, mush so'zlarni ichingda o'qisa, jin alvaslar sana yaqin kelanmaydi" degan edi. Cho'ng bo'lgancha jin alvaslarning mavjudligiga ishonmaydigan bo'lgan edi. Bovam o'rgatgan u so'zlarningmi nima so'zlar ekanligini bilmayman. Hozirga qadar undoq so'zni anglab boqmadim. Hatto shu yiziqqa va tilga qarta birer uçurnumu anglab boqmadim. Balki u so'zlar burungi insonlar ishlatgan til bo'lishi mumkin. U so'zlarningmi yerimini unutib qolibdiganman. Yerim esimda bor edi. Eliq so'zlar yodimga yetib, sinab boqay deb o'qisam, ishik bir ittirgandek echilib ketdi. Tuman qo'g'laganda bo'lsa, mahalladan chiqib bo'lay deganda, ko'nglimni vahima qoplab, u so'zlarni qayta deydi. Toki u narsalar ketguncha o'qidi degandek foydasi bo'ldi. G'ayrat shundaq deb so'zini tugatdi. Keremmo oyoq qilgan so'zidan xijil bo'lib, mangdab turib qoldi. Bo'ldi, bu yerda o'ltiravermayli. Almirani o'ylamasak bo'lmaydi. Tez tumarni uyg'otib, bu yerdan ketib olayli. Ota-onamiz qancha ansirab ketgandi hozir. G'ayrat shundaq deydi-da, so'mkisini mo'risiga ortdi. Dal mush paytda Mahirami o'shiga keldi. Mahira beshini ko'tarib atrofga qarab o'tgandan keyin zaif ovozda: "Men hozir neda? Kerem bilan ikkimiz bir uyning ichida so'loqliq edik-ku. Biz sizlarni qutqizib chiqdik." So'zimni anglagan Mahira xotirjam bo'lgan holda o'rnidan turishga tamshaldi. Lekin mag'dur yetmadimi aytavr yana o'ltirib qoldi. "Menga olg'daksizmi? Menga olmasangiz yo'lib olay" dedim. "Bo'ldi, o'zim mangay." Mahira shundaq deb o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Men uni yo'lab o'rnidan turg'izib qo'ydim. U o'rnidan turib olgandan keyin asta mengishga boshladi. Amdilikda biz sabrimizni yiliq tumar bor uyga qartib mangdik. Biz yana 3-4 soat yo'l mangmay qarang tushishga boshladi.
Biz o't yoqib, endi tomoqni yaylay deb tursak, atrofni nihoyat tezlik bilan tuman qoplashga boshladi. G'ayrat, umul qilsingizchu, dedim men uning biror ish qilishini umid qilib. Umu so'zimni tushunib, yiliqi odam tushunmaydigan sirliq so'zlarni yana deyishga boshladi. Bo'ldi, o'qima, besim beklamib ketdi, bo'ldi. Atrofdan shundoq so'zlar keldi. Biroq biz u ovozlarning qaysi tarafdan kelganligini bilmadik. G'ayratmi bu ovozlarni anglab o'qishdan to'xtadi. Dal mushu vaqtda oldimizdagi tuman so'rilib, tuman ichidan yiliqi qizil kiyimlik ayol chiqib keldi. U bizga qarab kulimsirayotdi. Sizlarni tabriklayman. Allah sizlarni tungi to'sqizini muvaffaq etdinglar. Endi sizlar duch keldiğinizlar Allohga qo'shun. Sizlar ularni asonlikcha mag'lub qila olmaysizlar. Gapingizni bo'lyapman. O'zingizning kimligini deb beramsiz. Gap bilan bo'lib o'zini tunishtirishni unutib qolibman. Men Malik Xursiylarning onasi yana xonish bo'laman. Xonish. Undaq tutili ajab bu yerga kelalablig'u. Uni so'ramanglar. Biz sizlarga garda yordam qilmadik. Bu yerga Allohlar makondan chiqib ketsa, degan umid yordam qilyapmiz. Xonishning bu qo'polligi ochiqimni keltirdi. Biz sizlarga bizga yordam qilinglar deb o'tinmagan bo'lg'iydiq. So'zimni anglagan Xonish birdan pastga o'tib turib ketgandan keyin kechiringlar, sizlarga eg'ir gap qilib qo'ydim. Bu yerda vaqt o'tkazmaylik. Alloh qo'shniga taqobil turishga sizlarga qurol lozim bo'ladi. Men sizlarga qayerda qurol borligini deb beray. Bo'ldi, lozim emas. Sizlar Allohlardan bizga qanchalik yaxshilik kelmoqchi edi? Undaq demanglar, kechiringlar. Hayot vaqtimda azozlik mijozi bilan sizlarga to'ng tepsi soldim. Alloh qo'shin bet kuchli. Qizimni o'g'irlashtirishi bilan hozir sizlarni oldinglarda turyapman. Alloh sizlarni mag'lub qila olsanglar biz mazot bo'lamiz. Sizlarmi bu yerdan chiqib chiqa olasizlar. O'tinib qolay. Uning bu so'zlarini anglab, ochiqim ozroq yandi. Ma'qul. Amasa biz Alloh qo'shin bilan jang qilganda ishiladigan qurollar qayerda? Men bilan yuringlar. Xonish shundoq deydi-da, oldimizda yurib ketdi. Bizmi bir-birimizga qarshib qo'yib, uning keynidan mangdik. Xonish bizni yarim soatga yaqin vaqt elib mengib, bir qayir daraxtning oldiga elib keldi. Qurollar mushiyadimi? Men ko'zinglarni yuminglar deganda yumib, ichinglar deganda ichinglar. Xonish shundoq deydi-da, hammamizni ko'zimizni yumishimizni buyurdi. Men ko'zimni yumdim. Birisi havoda ko'targandek bo'lib, bir chaqda Xonishning ko'zinglarni ichinglar degan ovozi anglandi. Ko'zimni ichib hayron qoldim. Chunki oldimda nurg'unlagan qurollar turardi. O'tin do'langandek do'linib ketibdi-ku bu qurollar. Dedi Mahira oldida turgan qilich, nayza qatorliq qurollarning ko'pligiga hayron bo'lib. Hammasi burungi podshoh davridagi qurollar ekan-ku. Bu nemlar bilan Alvoslan qanday muqattil bo'lsin? Keremning so'zini tushunmay so'rdim. Endi sana qanday qurollar bo'ladi? Mushular bo'lsinmi mayli? Mening so'zim tugmaslardan Xonish. Bo'ldi, vaqtni o'tkazmanglar. Vaqtni o'tkazgan sari Alvoslar g'oljilishib ketadi. Siz yo'lga chiqinglar. Deb bizni oldiratdi. Dinimizim oldirayli. Almiraning hayoti xavfda. Uni o'ylayli. G'ayratning bu so'zi bilan Almirani esga oldim. Bechora Almira, hozir qandoqmi turibdigansan? Seni behmi siyg'anda. Shularni xiyol qilib tursam G'ayratning. Tez qurollarni olayli degan so'zi meni xiyoldan uyg'otdi. Men berib intayin nafs ishlangan xanjardan birini va noyat chiroyli agmi qilishdan birini oldim. Xanjarni jiddiy paytda ishlataman deb belimga qistirib oldim. Hammaylarning qurollanib o'g'inni ko'rgan Xonish bizga qarab so'zlashga boshladi. Mening vazifam oyoqlashdi. Sizlarni chiqarib qo'ygandan keyin men joyimga ketishim kerak. Sizlarga to'xtalayman. Ko'zinglarni yuminglar. Xonishning so'zidan keyin ko'zimni yumdim. Yana boyiqdek havo ko'tarilgandek bo'lib, atrof yana jimjit holatga keldi.
Bo'ldi, endi ko'zinglarni ichinglar. So'zimni anglab, hammaylar ko'zini ichishdi. Qarsam, Kerem bilan G'ayrat birdan qilish olgan bo'lib, Mahira nayizdan birini tutib turardi. Qo'yoqqa mongmiz. G'ayrat shundaq deyijiga qaysi tarafdan kelganligi noma'lum bir ovoz angladi. Men tatiraymo. Shuni ko'rdimki, oldimda ikki ko'zi cho'g'da yinib turgan olvasti paydo bo'ldi. Her qaysi ashu abgor qorallaring bilan biz shuncha bola mustahkam qo'shinimizni mag'lub qilmoqchiman. To'li kapshima, biz kallada chupranda olvastlarga tankilaymiz. To'li ko'tildimay Almirani chiqirib ber. Uning gaplaridan o'g'am qaynab, qo'rqinishni unutib ketgan edim. Agarda u odam bo'lgan bo'lsa edi, uni urib yotqizib etgan bo'lardi. Anasa, sinab bor. Qani arvoh qo'shuni, jang chiqinglar. Uning so'zi bilan tangla, u olvastiga o'xshash, lekin hammasining birli qizil ko'zi bor narsalar havoda layliginicha bizga qarab turishdi. Bu olvastlar birdamda nakib yuzni tug'yaptimi? Nimancha ko'p olvastlar bu? Keremning bu so'zini anglab, meni kulki qistab, oxir qoqoqlab kulib etdim. G'ayrat va Mahiramo kulishib ketishgan edi. Keremning so'zini anglab, olvasti g'azablanib bo'g'ay, u bir ko'zlik narsalarga qarab buyruq qildi. Ularni tirik tutinglar, hammasini o'zim qiynab o'ldiraman. Olvastining buyrug'i bilan u narsalar bizga qarab ketadi. Mahirani qo'g'danglar, chambar shaklida sap tuzib, Mahirani o'tirmizga ilib olaylik. So'zimni anglagan Kerem bilan G'ayrat tezla Mahiraning qishig'i keldi. Menmo Mahiraning qishig'i kelib, bizga yaqinlashgan o narsalarga qilich urish bilan ovora edim. Bu narsalarning surati shamoldek tez bo'lsa-mo, ular o'zlarini bizning qilishlarimizdan ilib qochmoqda edi. Lekin yanala 2-3 metr nersiga berib, o'zini o'ngshib olib, yana itilatdi. Bir chaqda G'ayratning "Oh!" degan varqirgan ovoz anglandi. Qarsam G'ayrat mo'risini tutib o'ltirib qolgan bo'lib, uning mo'risidan qon chiqayotdi. Kiyimlarimi qon bo'lib ketgan edi. Qonning uning kiyimlaridan sirtiga chiqishi uning yarasining xeyli og'ir ekanligini tushuntirib turardi. Men bu olvastlarga qilish urg'ach, G'ayratning o'rnidan turg'izmoqchi bo'ldim. Biroq G'ayrat o'rnidan turolmadi. Dal mushundaq halqiliq paytda atrofni yana tuman qoplashga boshladi. Biz faqat 2 metr nersida kuyayotgan g'uva o'tning yo'rig'idan bo'lak hech nimani farq qilamadik. Bir chaqda G'ayratning qo'lidan tutib olgan qo'lim tuyuqsizla ajrab ketdi. Shoman yenimda bir narsaning yerda so'ralgan ovoz angladi. G'ayratni tez qutqizib olaylik, tez! Biroq atrof tuman bo'lg'achqa varqirganimning foydasi bo'lmadi. Tuyuqsiz atrofdan yan yeliq dabdashir olvastining ovozi anglanishga boshladi. Bu degi boshlanishi ovoz qo'shin bilan chiqqanda hammam tugishsa. Allohdi shundaq deb so'zini tugatdi. Tumanmo asta-asta tarab hamma narsa yo'qolib ketdi. Biz boya yoqqan o'tning qishig'i kelib o'tirdik. G'ayrat iliq so'zni o'qishdan to'xtab qolmagan bo'lsa, balki hayot qolar bo'g'imidi. U hozir hayotmidi? So'zimning oxirini deyishga petinolmadim. Deymasammo, ular allaqachon tushunib bo'lgan edi. Endi qanday qilamiz? Kerem beshini tuvan silib shundaq dedi. Menmo hozir qanday qilishimni bilmadim. Hammamiz o'ntinsiz beshimizni tuvan silib, iliqi qizil kiyimli xonish kelishdan burun yoqqan o'tga qarab, o'ntinsiz o'ltirishdik. Asta telefonimni elib soatga qaradim. Soat 20 kecha 11:30 ko'rsatib turardi. O'tmo bara-bara pastlashga boshladi. Qarsam hech qaysisi o'tin saladigandek emas. Asta o'rnimdan turib, bayat yerib kelgan o'tinni o'tga silib olib, yana joyimga kelib o'ltirdim.
vaqt shunchalik osta o'tmoqda edi. Xuddi vaqt to'xtab qolgandek. Bu dunyoda bizdan bilak odam qolmagandek tuyulmoqda edi. Ajab, g'am qayg'uga cho'kib ketisizlar ho. Tuyuqsiz anglangan bu ovozdan uchilimiz cho'chib, beshimizni ko'tardik. Sochlari intayin rassiz, kiyimlari shunchalik qalaymaqan. Kiyimlarining qaysi davrga tava ekanligini bilgili bo'lmaydigan darvi sifat bir odam bizga qarab turardi.